شاطرني المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa o'limni aslash haqida bo'ladi. Alloh taolo biz insonlarni to'pidan yaratdi va bu olamni oxirat hayotining etizligi qildi. Ya'ni kimki bu yerda teriydigan bo'lsa, uning hosilini oxiratda o'raydi. Bu dünya bir hayat vasıtasıdır. Bu dünyaya kelgan insan belgilengen bir müddet yaşap, keyin ahiretke safar qiladi. Ahiretke safar qilgan kishilarning ba'zisi yaxshi tayyorliklarni qilib boradi. Ular bo'lsa haqiqiy mu'minlardir. Ba'zi kishilar bo'lsa tayyorliksiz safar qiladi. Ular mu'min bo'lmagan kishilardir aziz qarindoshlar. To'pidan barpo bo'lgan, to'pidan yaratilgan mana bu inson oxir oqibatda to'piga qaytishga mahkumdir aziz qarindoshlar. Alloh taolo belgilab qo'ygan o'zgarmas nizomi shuningdan iboratki, har bir jon egisi o'ladi. Her bir fani narsa çiriydi ve yok buladı. İnsan mı bir gün ölüdü. Şunun için mana bu ahiret hayatıga insanlar tayyorlik kılmağı lazım. Çünkü bu imtihan dünyasıdır. Allah Teala bendilerini sınaş için mana bu dünyaya evetti. Kim yaxshi ish qiladi, kim yomon ish qiladi. Yaxshi ish qilgan insonlarga cennet bilan, bağı bostonlar bilan, ostilardan daryolar eqib turadigan bağı bostonlik cennet bilan bashorat beradi. Yaxshi amallarni qilmay, nafarmonlik qilib, itoatsizlik qilib, hayotini behuda o'tkazgan insonlar uchun do'zax azobi bilan ogohlantiradi aziz qarindoshlar. Shuning uchun har bir inson o'lim degan narsadan qochib qutula olmaydi. O'limni tetishga mahkumdir. Shuning uchun oxirat hayotiga tayyorlik bilan safar qilmoq lozim. Alloh taolo Ali İmran surasining 185-oyatida mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut ve innama tuvaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar ve udkhilal cennete faqad faz ve mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Her bir can egisi ölüm təmini tetig'ichidir dedi. Sizlarning ajringlar, yani
hayati dunyoda qilgan amalinglarning savobi deydi. Qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroq qilinadi ekan va jannatga kirgiziladi ekan, u murodi maqsadiga yetgan bo'ladi. Mana bu haqiqiy hayot. Bu dunyoninki aldam xaltisiga tushib, dunyoda maishatga berilib, ahiret hayatını unutib qo'ygan hayat emasdir aziz qarindoshlar. Haqiqiy hayot o'lgandan keyin boshlanadi. Shuning uchun mana bu dunyoninki hayotni qadr qimmatini qilib, asl mohiyatini tushungan holda nima uchun meni Alloh taolo yaratdi va nimaga yaratdi? Men o'lgandan keyin qayerga ketishim kerak? Qayerga berishim kerak? degan mana bundaq savollar bilan inson o'ylanib, tafakkur, tadabbur qilmoqi lozim. Oyatning oxirida aytadi ekanki, "Va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur." Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan maldinla iboratdir dedi. Bu dunyo insonning ko'ziga nihoyatmi chiroyli qilib ko'rsatilgan. Shuning uchun dunyoning aldam xaltisiga tushib, abadiy abad yashash maskani bo'lgan ahiret hayotidan mahrum bo'lib qolmasligimiz lozim aziz qarindoshlar. Alloh taolo bu dunyoni shuncha keng qilib yaratgan, ammo ahiret hayotini, ya'ni jannatni bo'lsa nihoyatmi keng, yer va osmonlardan necha hassa keng, shundoq buyuk qilib yaratgan. Har bir insonning ko'zi ko'rmagan, quloqi anglamagan, xiyoliga kelib boqmagan nazu ne'matlarning hammasi hali oldimizda aziz qarindoshlar. Mana bu Allohning rahmatidan, mag'firatidan mahrum bo'lib qolmaylik. 4 kunlik dunyoga aldinib, ahiret hayotimizni qo'ldan berib qo'ymaylik. Aziz qarindoshlar, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yosh va qari bo'lsin, podshoh va gadoy bo'lsin, ulug' va past kishi bo'lsin, boy va kambag'al bo'lsin, hammasi o'ladi aziz qarindoshlar. Payg'ambarlar, avliyolar, zohidlar, obidlar, sog'lom kishilar, cho'loqlar, kasallar va saqlar hammasi o'ladi. Faqat olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh taolo abadiy abad mangu qoladi aziz qarindoshlar. Har bir jon egisining o'lishi va yashashi Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ladi. Hech qanday bir jon egisi taqdir qilingan vaqtdan oldin o'lmaydi. Xuddi shuningdek taqdir qilingan o'lim kelganda bir lahza ham kechiktirilmaydi. Har bir narsa taqdir bilan bo'ladi aziz qarindoshlar. O'lim Alloh taolaning bandalari uchun taqdir qilingan mana bu hayotning nihoyasiga yetishi demakdir. Ya'ni o'lim keldimi, bu insonning hayoti dunyoda oladigan nafasi, yeydigan narsasi, ya'ni butun barliq ishlari tugadi degan gap. Ya'ni Alloh taolo mana shunchalik taqdir qilgan ekan. Ya'ni kimnidir 1 kunlik, kimnidir 1 minutlik, kimnidir 5 yillik, 10 yillik, 100 yillik, 50 yillik, 60 yillik, 30-40 yillik. Hech kimning taqdiri yana bir kishining taqdiri bilan o'xshamaydi aziz qarindoshlar. O'lim kelganda qari demaydi, yosh demaydi, podshoh demaydi, gadoy demaydi. Hech kim mana bu o'lim degan narsani to'sib ham qola olmaydi. Shuning uchun mana bu dunyoga nihoyatmi diqqat qilmoqimiz lozim. Dunyo faqat o'yin kulkidan, tamashadan iborat emas aziz qarindoshlar. İnson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'lim u insonni tepib oladi. Uningdan qochib qutulishning hech qanday iloji yo'qdir aziz qarindoshlar. Bu haqda Alloh taolo Nisa surasining 78-oyatida mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim.
Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Qayerda bo'lmanglar, nada bo'lishinglardan qat'iy nazar deydi. Ajal kelganda o'lim sizlarni topidi deydi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirda ham deydi. Men o'lmashim kerak edi, men o'lishni istamayman. Yerning ustida bo'lsa, bu o'lim farishtasi tepib oladi ekan deb dengizning ostidan ostiga qasrlarni qurib olsa ham, yoki aviya matkilarning ichiga kirib olsa ham, yoki boshqa bir mustahkam qal'alarni qurib anishning ichiga kirib olgan taqdirda ham u insonga ajal kelganda u insonning jonini oladi o'lim aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu narsalarni o'ylab ko'raylik, tafakkur qilaylik. Haqiqiy mu'min banda har kuni uxlashdan oldin kechqurun bo'lganda u inson o'zining men bugun Alloh uchun nima qildim? Qanchalik yaxshilik qildim va qanchalik gunohlarni ishladim deb hisob kitobini qilib uxlaydi aziz qarindoshlar. Chunki o'lim, uyqu o'limning qarindishi. Kichik o'lim hisoblanadi uyqu aziz qarindoshlar. Bu uyqudan uyg'onmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun har doim mana bundaq hisob kitoblarini qilib yuradigan inson hargizmi gunohni ko'p qilmaydigan inson hisoblanadi. Yana o'limni aslaydigan, Allohni aslaydigan insonlarning hayoti dunyoda savobi nihoyatda ko'p bo'lar ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo sizu bizlarni barchamizni o'limni aslaydigan haqiqiy mu'min, musulmon qarindoshlardan qilishini tilab qolamiz aziz qarindoshlar. Allohga iymon keltirgan aqlli mu'min kishi bir kun o'lib Allohning huzurida hisob kitob berishini nihoyatda yaxshi biladi. Shuning uchun uningga yarasha mana bu hayoti dunyoda tayyorligini obdan qiladi aziz qarindoshlar. Ammo o'limlardan g'aflatda qolgan kishilar bo'lsa, dunyo muhabbatiga berilib, uning bilan mag'rurlanib, o'limni aslashga vaqt ham topolmaydi. Muboda o'limni aslab qolsa, uningdan faqat nafratlanadi. Ya'ni nafrat bilan aslaydi. Qadimmi xiyolimga keldimi shu narsa? 4 kunlik dunyoda o'limni aslaymanmi, endi mening boshqa qiladigan ishim yo'qmi? deydigan insonlar ham bor. Ming afsus bo'lsinki, o'limni aslamaydigan insonlar nihoyatda ko'p aziz qarindoshlar. Texi yoshmiz, yashashimiz kerak, o'ynashimiz kerak deydi. Chunki o'limning yosh qiri demaydiganligini ming afsuski undaq insonlar bilmaydi aziz qarindoshlar. Yana bundaq kishilar haqida Alloh taolo Juma surasining 8-oyatida mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul innal mawtallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aytgan ey Muhammad alayhisalom dedi. Sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqadi dedi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorini bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar dedi. Allah sizlarning qilmishinglarni aytib beradi dedi ana shunda. Qiyomat kunida insonlar Alloh taolaning huzuriga kelganda kimning hayoti dunyoda nima ish qilganligini, yaxshi ishlar bilan o'tkizdimi yoki yomon ishlar bilan o'tkizdimi, hammasini insonlarga xabar beradi aziz qarindoshlar. Bir xabar beradi. Ana shu maydonda hisob kitobda bizning hayoti dunyoda qilgan nomi amallarimiz haqida to'liq ma'lumot olamiz aziz qarindoshlar. Shuningga yarasha bizning oqibatimiz
belgilanadi. İmma cennetga va imma do'zaxga. Alloh taolo do'zaxdan barchamizni o'zi asrasin aziz qarindoshlar. Shuning uchun inson bu dunyoligi uchun emas, balki oxirat hayoti uchun nimalarni tayyorlaganligini o'ylab ko'rishi lozim. Tayyorlikni to'liq qilgan bir mu'min banda uchun o'lim qo'rqadigan bir narsa emasdir, balki u Alloh bilan uchrashishdan iboratdir aziz qarindoshlar. Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi aziz qarindoshlar. Kim Alloh bilan uchrashishni yaxshi ko'rsa, Allohmi uning bilan uchrashishni yaxshi ko'radi deydi. Kim Alloh bilan uchrashishni yoqtirmasa, Allohmi uning bilan uchrashishni yoqtirmaydi deydi. Alloh bilan uchrashishni yaxshi ko'rgan inson mana bu hayoti dunyoda salih amallarni qilmog'i lozim. Ya'ni Alloh va uning rasuli buyurgan ishlarni qilishi, Alloh va uning rasuli qaytirgan ishlardan o'zini saqlamog'i lozim aziz qarindoshlar. Alloh bilan uchrashishni yoqtirmagan inson oldiga kelgan ishlarni qilaveradi, kayf safalarni qilaveradi. Ammo men Alloh bilan uchrashishni yoqtirmayman degan taqdirda ham o'lgandan keyin albatta o inson Alloh bilan uchrashadi. Hisob kitob maydonida. Alloh og'amchisi nihoyatmi uzun aziz qarindoshlar. Alloh og'amchisini to'rini shunda tashlab o'tgan. Har bir insonning mana bu hayoti dunyoda shuncha ig'ir gunohlarni qilsa ham, zulmlarni qilsa ham Alloh taolo u insonga o'zining og'amchisini tashlab qo'ygan. Vaqti kelgan chog'da og'amchini bir tortadi, shuning bilan u inson hech joyga qochib qutula olmaydi. Hattoki tavba qilib olishga ham fursat topolmay qoladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Alloh taolo muhlatni bergan vaqtdan foydalanib, mana bunda gunohlarni sodir qilgan insonlar bo'lsa, tavba qilishni asla kechiktirmasligi lozim. Chunki ajalimiz kelib qilib tavba qilishga vaqt topolmay qolishimiz ham mumkin aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni tavba qilib, xolis tavba qilib, mana bu dunyodan o'tib ketadigan, qabul qilingan tavbalarni qilib, mana bu dunyodan o'tib ketadigan salih bandalardan qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz. Men Alloh bilan uchrashni xohlamayman deydigan inson ming afsuski Alloh taolo yaratgan mana bu koinotning sirtiga chiqib keta olmaydi. Qayerda o'lishidan qat'iy nazar albatta u inson Alloh bilan yo'liqadi. Shuning uchun Alloh bilan uchrashni arzu qiladigan, Allohni yaxshi ko'radigan, Allohga butun borlig'ini bag'ishlaydigan haqiqiy mu'min, muvahhid, mujohidlardan qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana aytdi ekanki, lazzatlarni kesadiganni ko'p aslanglar dedi. Ya'ni lazzatlarni kesadigan narsa bu o'lim. Ya'ni o'limni ko'p aslanglar dedi. Biz mu'min musulmonlar mu'minlik sifatimiz bilan mana bu hayoti dunyoda o'limni ko'p eslaydigan bo'lsak, mana bu ish qiyomatda bizning mizonimizga nihoyat ig'ir keladigan, mizonimizni ig'ir besib turadigan amallarning biriga aylanadi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun o'limni ko'proq eslaylik. Bu orqali Allohni ko'p eslagan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Bara bin Azib radhiyallohu anhu mundaq deydi aziz qarindoshlar. Biz Payg'ambar alayhisalom bilan bir janozada birga bo'lib qoldik dedi. Payg'ambar alayhisalom qabrning bir tarafida o'ltirdi va to'pini nam qiladigan darajada yig'ladi dedi. Qabrning ustida yig'ladi dedi. Uningdan keyin Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Ey qarindoshlarim" dedi. "Bu yer uchun tayyorlik qilinglar" dedi.
Yana mana bu qabr uchun, mana bu o'lim uchun tayyorlik qilinglar dedi aziz qarindoshlar. Biz ham bir kuni ana shu qabrga boramiz. Qabrga borganda halimizning nima bo'ladiganligini bir o'ylab ko'rmag'imiz lozim aziz qarindoshlar. Qabrga kirganimizda bizga hech kim yordam bera olmaydi. Dadimiz podshoh bo'lgan taqdirda ham, dadimiz hayoti dunyoda millioner, milliarder bo'lgan taqdirda ham biz o'lganimizda hech qanday bir yordamga kela olmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun ana shu qabr uchun tayyorlik qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Biz o'ylab ko'raylik. Jonliqlar ichida o'limdan qutulib qolgan kishi bormi hayoti dunyoda? Hatta xudolik da'vosi qilgan Fir'avnmi bu dunyodan o'tib ketdi. O'z vaqtida Fir'avn aytdi ekanki, men xohlagan insonni o'ldiraman, xohlagan insonni ozodlikka chiqaraman, hayotlik beg'ishlayman dedi. Mana bu Nil daryosi mening buyrug'im bilan oqidi dedi. Eng cho'ng xudoyinglar men bo'laman deb xudolik da'vosi qildi. Vaqti kelib Alloh taolo ana shu Fir'avnni ana shu Nil daryosida g'arq qilganida ana shu vaqtning o'zida tavba qildi va iymon keltirdi aziz qarindoshlar. Vaholanki xudolik da'vosi qilgan edi. Ana shu g'arq bo'layotgan, o'layotgan chog'ning o'zida iymon keltirdi. Ammo bu keltirgan iymoni Fir'avnga hech qanday foyda bermadi. O iymonni oldin keltirish kerak edi aziz qarindoshlar. U iymonni oldin keltirganida iymoni uni do'zax o'tidan saqlab qoladi, ammo o'layotganda iymon keltirganligi uchun uning iymoni unga hech qanday yordam bermadi. O'lim nima degan rahimsiz. Vaqti kelganda hech kimni ayamaydi va rahim ham qilmaydi aziz qarindoshlar. Agar o'limdan qutulib dunyoda abadiy yashash taqdir qilingan bo'lsa edi, shak shubhasiz bu sharafga sarvari koinot Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam erishgan bo'ladi. Agar biror insonga o'lmaslikni nima qilgan bo'lsa, tutgan bo'lsa, Alloh taolo albatta payg'ambar alayhisalomni o'ltirmagan bo'ladi. Ammo har bir jon egasi o'lim sharbatini tetiydiganligi uchun mana bu dunyoga kelgan har bir inson oxir oqibatda bir kun vaqt soati kelganda o'ladi va dunyodan safar qiladi. Alloh taolo Nisa surasining 34-oyatida mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ dedi. Ey Muhammed aytqinki dedi. Senden ilgari insonlardan hech kishini mangu yaşatqinimiz yo'q. Sen ölsang ular mangu yaşamdi dedi. Yani qanchalagan insonlar ana shu o'z vaqtida payg'ambar alayhisalomga iymon keltirmagan qanchalagan insonlar o'z vaqtida payg'ambar alayhisalomning o'lishini tilagan edi. Shu bir o'lib ketsa qutulsak bo'ladi deb. Shuning uchun Alloh taolo mana sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yaşatqinimiz yo'q. Sen ölsang ular mangu yaşamdi. Yani Muhammed ölse biz qalatdik demoqchi. Payg'ambar alayhisalom o'lgan bilan uningdan keyin ham masalan u insonlar albatta o'ladiki, hech kim dunyoga terak bo'lib qolmaydi. Dunyoning turuki bo'lib qolmaydi. Har bir kelgan inson bu dunyodan ketishga majbur. Chunki bu Allohning yer shariga qo'ygan nizomi, qonuni. Bu qonun hech bir zaman o'zgarmaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun o'lim yaxshi mu'min musulmonlar uchun Parvardigori bilan uchrashish vasilasi bo'lsa, o'lim yomonlar uchun qabr turmusiga kirish va u yerda tortadigan azobni ko'rishga vasiladir. Mu'minlar uchun yaxshi narsadan darak beradi o'lim,
kafirlar uchun, iymon keltirmaganlar uchun o'lim qabrda azob tortishning bir vasilasidir aziz qarindoshlar. Alloh barchamizning oqibatini xayrli qilsin. Dana aqlli kishilarning hushidan o'lim chiqmaydi. Ya'ni aqlli insonlar hech qachon o'limni o'zining xayolidan chiqarmaydi. Kecha kunduz har vaqt, har minut, har sekundda aqlli insonlar o'limni eslaydi. Ular har zaman o'limni eslaydi. Chunki o'lim u kishilarni o'zining so'ygan yari bilan uchrashtiradi. Shuning uchun ular o'lim kelishdan burun o'ziga keladi. Shuningga yarasha hayotini tartibga qo'yib, Alloh taolaning buyruqlarini ado qilishga va qaytirgan ishlardan o'zini saqlashga harakat qiladi. Sodir qilgan gunohlarga darhol tavba qiladi aqlli insonlar. Pishman qiladi. Ey Rabbim, men shu ishni qilib soldim, bilib turib qilib soldim va yoki bilmay turib qilib soldim. Gunohimni afv qilgin. Qayta bu ishni sodir qilmayman. Men pishman qildim, tavba qildim deb. Ana shu tavbaga aldiraydi haqiqiy aqlli dana insonlar. Hamda Alloh taolaning afv qilishini kecha kunduz tilaydi mana bu aqlli insonlar. Payg'ambar alayhisalom o'limni arzu qilishdan qaytirgan bo'lib, hadislardan birida mundaq deydi. Yo'liqqan ziyon va musibat tufayli sizlardan hech kim o'limni arzu qilmasin, o'limni talab qilmasin deydi. Ammo mundaq desin. Ya'ni ba'zi insonlar mana bu hayoti dunyoda nihoyatda qiynalib ketadi. Har kun qiyinchilik, musibatdan besh chiqmaydi. Ana shundaq insonlar ba'zi chidayolmaganlikdan, ey Robbim, menga bir o'lim bersang, shu dunyodan o'tib ketib bir qutulsam shu musibatlardan deydi. Mana bundaq deyish ham to'g'ri emas ekan aziz qarindoshlar. O'limni arzu qilishni payg'ambar alayhisalom qaytirgan ekan. Chunki mu'min musulmon insonlar mana bu Alloh taolo tarafdan kelgan musibatlarga, kulfatlarga bardosh beradigan bo'lsa, bardosh berganligi uchun u insonga Alloh taolo savob, mukofotlar yozadi. Faqat bo'lmaganda deydi payg'ambar alayhisalom. Faqat bo'lmaganda mundaq desin deydi. Ey Rabbim, mening uchun yashash xayrlik bo'lgan muddatgacha meni yashatqin. Mening uchun o'lim xayrlik bo'lgan muddatda meni o'ltirgin desin deydi. O'lim men uchun xayrlik bo'lgan bo'lsa, xayrlik bo'ladigan bo'lsa, menga o'lim nasib qilgin ey Rabbim. O'lim men uchun, hayot men uchun xayrlik bo'lsa, menga hayotlik berishligin. Agar o'lim men uchun xayrlik bo'ladigan bo'lsa, meni o'ltirgin deb mundaq duo qilsin deydi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana aytdi ekanki, 5 narsadan burun 5 narsani g'animat bilinglar dedi. Birinchisi, o'limdan burun hayotning, ya'ni o'lishdan burun mana bu hayotni, umrning qadriga yetishimiz lozim. Mana bu umrimizni behuda o'tkazmasligimiz lozim. Chunki har bir umrning hisob kitobi bor aziz qarindoshlar. Kasallikdan burun salomatlikning qadriga yetishimiz lozim ekan. Kasal bo'lishdan burun salomatlikning, ya'ni qanchiligan insonlar bor, sog'-sog'lom vaqtida Allohni eslab ham qo'ymaydi. Kasal bo'lgan chaqda ey Robbim, ey Parvardigorim deb Allohni eslaydi. Ya'ni shu banda nankor bo'lganligi uchun Alloh taolo u bandaning kasaliga shifo berib, saqaytib etgandan keyin yana burungi ahvoliga qaytadi-da, Allohni eslashdan, zikr qilishdan g'aflatda qoladi. G'aflatda o'tib ketadi. Bundaq bo'lmasligi lozim. Uchinchisi, mashg'ul bo'lib qilishdan burun bo'sh vaqtning qadriga yetishimiz lozim ekan. Ba'zi shunda bo'sh vaqtlar o'tib ketadi inson. Allohga toat, ibodat qilmaydi. Bir ishga mashg'ul bo'lib qolib, ana shu ish bilan bo'lib ketib, shu ishninki orqasidan yugurib, dunyoda hayot o'tib ketadi. Allohga toat, ibodat qiladigan vaqtni ham chiqara olmay qoladi.
Beshinchisi bo'lsa, aziz qarindoshlar, qirishdan burun yoshlikning bu yoshlik bahorini bundaq ibodat bilan o'tkazmagan, har qirg'anda, pensiyaga chiqqanda toat ibodat qilsang ham bo'ladi deydigan insonlar bor aziz qarindoshlar. Pensiyaga chiqishni chiqib ana shu vaqtning o'zida toat ibodat qilishiga kim kafillik qiladi? Kim kafolat beradi aziz qarindoshlar? O'lim degan narsa bizning oldimizda kelmadiki, biz uning bilan shartnoma qilmadikki, men falon vaqtgacha yashayman, ana shu vaqtgacha sen bilan kelishib oldim, shartnomam bu deb. O'lim bilan biz shartnoma qilmadikki, qilgan taqdirimizda keyin shunga qarab ish qilishimiz mumkin edi. Chunki bizning shartnomamiz yo'q. Shuning uchun shartnoma bo'lmaganligi uchun qirishdan burun yoshlik bahorimizning qadriga yetishimiz lozim. Oxirgisi bo'lsa, faqirlikdan burun boylikning qadriga yetishimiz lozim. Alloh taolo mol dunyoni ato qilgan chaqda mana bu mol dunyoning qadr qimmatiga yetmaydi, haqqini ado qilmaydi, zakotini bermaydi, sadaqa ihsonini qilmaydi, qo'ldan ketgandan keyin unda qilgan bo'lsam bo'ptikin, bunda qilgan bo'lsam bo'ptikin deb pushmon nadomatlar qiladi. Ammo bu pushmon nadomatlar insonga hech qanday bir foyda keltirmaydi. Yana bu ne'matlarning hammasi qo'ldan ketgandan keyin inson uning qadr qimmatiga yetadi. Ammo u chaqda kech bo'lib qoladi. Xuddi etilgan o'q qaytib kelmagandek qo'ldan chiqib ketgan bu ne'matlarmi qaytib kelmaydi aziz qarindoshlar. Oxirida sizlarga bir rivoyatni aytib beray. Sulaymon alayhisalomning zamonasida Sulaymon alayhisalom bir turgan chaqda, bir turganda yanida bir kishi bor edi ekan, u kishi billaydi ekan. Keyin ana shu asnoda bir kishi ko'rinibdi. Shuning bilan u ko'ringandan keyin Sulaymon alayhisalomning yanidagi kishi, Sulaymon bu kishi kim? Deganda bu Azroil degan ekan. Desa, shuning bilan men shu Azroildan uzoq turay, bir shu shamolga hukm qilgan meni uzoq bir yerlarga vatvatsin degan ekan. Vatvatkin degan ekan. Shuning bilan Sulaymon alayhisalom shamolga hukm qildi-da, shun bilan bu kishini Hindistonga vatitibdi. Aslida Alloh taolo Jabroil alayhisalomga Azroil alayhisalomga aytgan ekanki, mana bu kishining ajalini sen Hindistonda olasan degan ekan. Azroil alayhisalom qarasa bu kishi Sulaymon alayhisalomning yonida turgan ekan. Acaba Alloh taolo mana bu kishining jinini Hindistonda olasan degan edi, bu yerda turibdi deb bir aylanib qarasa yo'q. Shuning bilan borib o kishining jinini Hindistonda olgan ekan aziz qarindoshlar. Ya'ni buningdan xulosa shuki, ajalimiz kelganda biz qechib qutula olmaymiz. Ajalimiz kimningdir dengizda kelishi mumkin, kimningdir osmonda aeroplanning ichida, kimningdir yerning ostida, kimningdir u yerda, kimningdir bu yerda. Ya'ni hamma insonlarning ajali o'xshash emas. Har kimning har xil joylarda. Ammo haqiqiy mu'min musulmonlarning ajali bo'lsa, albatta Alloh taolo yaxshi ko'rgan bir amalni qilayotgan vaqtning o'zida, Alloh taolo yaxshi ko'rgan, Alloh taolo so'ygan xolis, yaxshi toat ibodatlarni qilayotgan bir maydonning o'zida kelishini arzu qilamiz aziz qarindoshlar. Albatta biz oxirgi hayotimizda ham shahid bo'lgan darajada, shahid bo'ladigan darajada shahidlik maqomini tilagan holda, ey Alloh taolo meni shahidlardan qilgin degan duoni qilgan holda mana bu darsimizni tugatmoqchiman. Alloh taolo bizlarni oddiy o'limda emas, shahidlik maqomiga yetadigan o'limlarni nasib qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.